Ot içideki çaresiz qarindoshlarımızning echinishlik nali feryadi yürek cigerlerimizni köydürüp etti. Vicdan g'ururimizni örtüp etti. Endi biz umumyüzlük ittifaqlashib kurashga atlanishimiz kerak. Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz sabdoshlarim. Uyg'ur uchun va Sharqiy Turkiston xalqi uchun qadrlik bo'lgan ana davlatimiz Sharqiy Turkistonni hissiyat bilan emas, albatta avvali Allohning yordami bilan, ondan o'tkir aql farosat bilan so'yishimiz kerak. Shu vatan so'ygisi uchun bedel beriyotgan, qon ter to'kiyotgan sabdoshlarimiz az emas albatta. Biroq bu yo'ldagi sabdoshlarimiz yanili yeterlik emas. Biz tarixdan tartib ta hozirga qadar mavjudligimizni yo'qotmay kelayotgan Uyg'urlar. Bo'libmi muhojiratdagi Uyg'urlar. Ana davlatimiz Sharqiy Turkistonni Xitoy manqurtlarining razil ve paskini tapını aslından tartib elishimiz uchun biz Uyg'urlarga sirliq tus beriyotgan, xuddi Simon Tamning orasidagi bir-biriga o'zaro zich bog'langan po'lat chiviqdek bo'lib ketgan xalqarodagi diplomatiyaning sirliq relisiga shu go'zal planimizni tushirib turib, xalqaroliq shaxmat taxtasidagi gardi yoki peshkilik rolimizni muvaffaqiyatlik joriy qildirib turib, muhojiratdagi Sharqiy Turkistonning o't yurak yigit chaqinlari o'zining xalqaro siyosatchilari oldidagi nopozini, rolini, inovatini yuksak aql bilan joriy qildirib turib va xalqarodagi nopozliq siyosatchilarning 20 sekundlik va 40 sekundlik savollarga dereceden taşkırı toğra ve ispatlık paketi bilen hem qayıl kılarlık cevap verip durup birbirimizge yılan bilen çayandek öş bop ketken bolsak mı özara birbirimizni vatan azatlığı, vatan söygüsü üçün keçirip etip durup umumi sep boyunca ittifaqlaşıp durup andın ana devletimiz Sharqiy Turkistonni besip yatkan siz pırıqı dünyanı bir algan mankurt Xitay komünistlerden ibaret bu zehirlik şaldırak kuyrukluk çar yılanını ana devletimiz Sharqiy Turkistondan urga kalgan çaşkandek koğlap çıkırımız inşallah. Men bu yerde kısa bir misal alay. Kadirlik qarindoshlarım. Nihayetimi güzel bolgan bir meyvelik bağdaki meyvelerge kurut düşüp kesse kurutni yo'qotish uchun ve şu güzel meyvelik bağını kurut afetinden saqlab kelishimiz uchun dehqonchilik doğrusu işletimiz. Şundaqmı sabdoshlarım? Çünkü o kurutning tüp rezil maqsadi öz nefsi üçün şu güzel bağını tamamen veyran kılıp etiş. Dünya tarihideki en iradelik ve cesaretlik bolgan biz Uyg'urlar ana devletimiz Sharqiy Turkistondagi başka kandaş bolgan qarindoshlarimiz bilen bir qalb ve sabdosh holatimizda turib ittifaqlashib İşplas Xitoy komünist tajovuzchilarini ana devletimiz Sharqiy Turkistondan pakiz tazlap süpürüp koğlap çıkırımız inşallah. Söyümlük ana devletimizge yaxşı Xitay bolsun, eski Xitay bolsun, bir tal Xitayning mı lazımı yok. Aziz qarindoshlarım, Xitay komünistleri xalqaraga menbek nochi, mende iqtisod ba, mende sarxil qurollar ba dep jar silyapti ve teri taraqshityapti shundaq ku. Endi dünya cümleden xalqarodagi nopozliq davlatlar ve organlar Xitoy bilan Xitoy anlaydigan tilda yoki uslubda so'zlashmoqchi ve so'zlashadiganға sanoqli kunlar qoldi. Biz muhojiratdagi Uyg'urlar
xalqaro diplomatiyaga va xalqaro siyosatga vush kallimizni 100 qitim yig'ib turib, to'liq moslashadigan vaqtimiz kelib qoldi azizlarim. Agar mushu oy, mushu kun, mushu zaman, mushu daqiqalarga biz Uyg'urlar moslashishni bilolmay qolsak yoki bu ulug' fursatni daqiqalari bilan qochirib yetib qo'ysak, ching tutolmay qolsak, dötlük ve kapaklaşlık qilib qolsak, yani 100 yıldımı biz bundaq öz tariximizdeki bizge altındek 10 kelgan nurg'un narsiydi canlarımız, yaşlarımızның qonlari bedeliga kelgan bu fursatga erisholmaymiz aziz sabdoshlarım. Elbette aziz sabdoshlarım, yük mashinasini pravisiz haydagili bo'lmaganidek ana davlatimiz Sharqiy Turkistondagi chang to'zonlarni tozalash uchun nihoyatimi kuchli bo'lgan chang cho'rg'ish mashinalariga ehtiyojimiz bor albatta. Bularni elish uchun albatta xalqaroliq siyosatchilar har xil qonunliq rasmiyatlarimiz ustiga o'zlarining po'lat tamg'ilarini aniq qilib besib berish kerak. Buningga oz qoldi inshaalloh. Yana bir qitim eskertay aziz sabdoshlarım. Bizning oldimizda kelayotgan bu güzel fursatlar uchun, cho'ng tipdagi sinoq maydonlari uchun quloqlarimizni ding tutib, saproz turishimiz kerak. Mayli oqchi ko'kchi, dumboqchi bo'lsin, atalmış qaraqchi bo'lsin, ko'ngli maymoq, o'zi tuz bo'lsin, palonchi pukunchi, pokanchi yoki yo'g'anchi ve hukuqchi bo'lsin, ajut, majut, amelining, makochining bo'lsin, dana ve nadan bo'lsin, avu molliken, mavu ziyali bo'lsin, A teşkilat, ma teşkilat olsun, hammamizning hayat mamatlık, hemkarlık o'rnatib, qo'lni qo'lga tutib, mo'rini mo'riga tirajab, bu şerefli kurashga atlanadigan daqiqalarimiz kelib qolgandekmi turdi inshaalloh. Bu kurash yo'limiz uchun hamkorlik o'rnatishni xohlamaydigan jon egalari, ana tuproqda ko'yayotgan gunohsiz jonlarni eslanglar. Öz o'ylari o'zlariga qabr qilinayotgan aşı çaresiz jonlarni eslanglar. Şahla közlük, faziletlik sınırlarımızın işbetlerinin manqurut, manqı Xitaylar tarafından depsendi buluvatkallıkını eslenler. Ata anısı caza lagerlerine tutulup ketkende dervazı aldı da öz ata anısının kelişini kütüp olturup teşnalıkta jüriki yerilip can üzgen narisidlerini eslenler. Vicdan gururu merez Xitaylar tarafından harlıkka uçurap öz piganını meclisine muşlap kan yaş töküp ifadeligen ünsüz gayip jigit kızlarımızla eslenler. Mehriban dadısının görünü öyde bir talma er kalmaganlıkı sebeplik ağrıkcan aciz bosumu öz kızı koğlugan içilişlik körünüşlerini eslenler. Hicran azabının qattiqligidan özlerini igiz qavatlardan etivatgan günahsız jonlarni eslanglar. Xitay tajovuzchilarining planli qirg'inchiligida mecburi zaharlik doğru okul berilip öldürülayotgan pak ve sabiy jonlarni eslanglar. Muz ichidan jasadi suzib elinadigan pak farzandlarimizni eslanglar aziz qarindoshlarim. Aziz qarindoshlarım, Allah yaratgan yeryüzüde hazır mı biz Uygurlarning devletimiz var. Biz yeniden devlet kurumuz devatmaymiz. Bizning devletimiz var. 1933 yılı ve 1944 yılı cesur devlet erbaplarımız tarafından kurulup bo'lgan devletimiz hazır mı yer şarida mevcut. Fakatla
İşplas Xitay tecavüzçileri bizning şu güzel devletimizni besib oldi. Şu güzel devletimizni İşplas Xitay komünist tecavüzçilerining mehnat pasık tapını astıdın tatip alımız davetimiz. Tartip eliş üçün umumi sep boyunca hemkarlık ordutimiz davetimiz. Şu günlerge ruh cihettin ve cismani cihettin puxta tayyorlik ko'rishimiz gerek aziz sabdoshlarım. Eğer biz bu ulug' kurash yo'lida menmanchiligimiz ve qattiq kibrimiz, cho'ngchiligimiz sababli ittifoqlashamizsaqchu, şu kibir, şu menmanchilik, şu cho'ngchilik sababli şu çaresiz xalqimiz İşplas Xitay tecavüzçileri tarafidan qonli qirilaverishi, beguna o'ltirilaverishi kerakmi? Biz bunu soğukkanlık bilen emas, kızıkkanlık bilen obdarak oylashib bekishimiz gerek aziz sabdoshlarım. Aşı çaresiz canla, aciz halkalarını muhaciretdeki qarindoshlarımızga so'zib, bizni qutqizib elinglar, da'vat edu.